Propen va propan javob C chiqar ekan. Aralashmasi 3,6 mol, demak vodorod atomi mavjud. Aralashmadagi propenning massasini aniqlang. Demak, qaranglar, propen va propan. Mana bu propen, bu propan. Ikkovining aralashmasi 26 gram. Undagi atomlar soni, vodorod atomlari deganmi? Aralashmadagi atomlarmi? Vodorod atomlari soni esa 3,6 mol. Endi ikkini ma'lum tenglama qilsak bo'ladi. Bu x, bu y deb bo'lsak, demak 42x 44y. Ikkovining massalari yig'indisi 26 gram. Vodorod atom bundan 6 ta bor, bundan 8 ta bor. Vodorod atomlari yig'indisi esa 3,6 mol. Mana 3,6 mol. Ikkini ma'lum tenglamamiz tayyor. Tenglama olsak 0,2 ga 0,3. 0,2 propen, 0,3 moli propan. Propenning massasini toping deyapti. 1 mol propen 42 gram bo'ladi. 0,2 mol chiqdi bizda. 0,2 mol necha gram bo'ladi? 8,4 gram bo'ladi.